Şamal hiç toxtaydiğandek emas, bir neçə gün bo'lib qoldi. Gün de şamal. Lekin o'sha dengiz to'lqinlari qirg'oqqa qurilgan vaqtdagi manzara joy haybat. Lekin yaxshi ko'raman. Dehşet. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros orlidagi Nausa degan bir kichik kentda. Havo shundoq yaxshi, lekin shamalmi xeli bor. Shunga aslidagi planim bo'yicha dengiz bo'yiga berib asar o'qish amalga oshmay qoldi. Uyda o'tirib o'qishga majbur bo'ldim. Şundan ana dengizlarni ko'gil bo'ldi. Jiraxtin. Şu kadar güzel. Xo'sh, qo'limda marhuma Rayhongul Mijitning Qayta nikoh nomli romani. Anglashimcha marhuma hayot chog'larida Yevropaga, Amerikalarga berib ziyoratda bo'lishni bakmo arzu qilgan ekan. Afsus, qisqa umri buningga yor bermay qopti. Men mana shundaq go'zal manzarada marhumaning bu romanini boshlasam, chuqum ruhi shodlandi deb ishonaman. Shunga bu 500 betlik romanning boshlanishini shu go'zal manzarada, salkin shamol, jiroqda chiroyli dengiz, atrofi gul, baraqsan, ancha-muncha qushlar kelib sayrab beryotdi. Mana shundaq go'zal manzarada boshlaydigan bo'ldim. Bu 500 betga yetadigan roman. Albatta, Xudoyim buyursa buni oxirigacha o'qib berishga tirishiman. Sizlarning ham sabrchanlik bilan anglashinglarni umid qilaman. Ma'qul amsa boshlab etdik. Bismillahirrahmanirrahim. Anlıqdaki birinci, ikinci deb nomer qo'yilib, roman bo'laklarga ayrilganken, men bularni birinci bölüm, ikinci bölüm deb turib o'qishni texim muvaffaq ko'rdim. Xo'sh, boshlaylik. Birinci bölüm. Yo'g'on qora ko'zlaridan nur chaqnab turadigan Sharifa g'unchi bo'y, xeli kelishgan mazlum edi. Uning sidam chanoqlarini o'rab turgan parqara qapoqlaridan odatda ruhliq yuradigan sog'lom mazlum ekanligi chiqibla turadi. Sharifaning uchisida qora mamuq chapan, beshida qora ro'mol bor edi. Bu ro'molni Sharifaning do'stlari uning opasining bayla tarqagan 7 nazirsida u to'p-to'g'ri 7 kun solgan oq ro'molni elib etib, shuning o'rniga selib qo'yishgan edi. Shundaq o'lganlarga tartishmaydigan kim bor deysiz? Shunga meyit chiqarganlar uchisiga sedam ustivosh kiyib, beshiga oq ro'mol soladi. Marhumaning 7 nazirsi berilgan kuni ular beshidagi oq ro'molni qaraga almashtirib, uni toki 40 nazirsigacha soladi.
Ba'zi ayollar beshidagi oqni hatto marhumaning yil nazarsigacha yashmaydi. O'lganning kaynidan o'lgili bo'lmaydi ekan. Shunga qarliq tutib, meyit egalariga hamroh bo'lib o'ltirishib berganlar marhumaning yetti nazarsi tugagandan keyin tarqalishdi. Marhumaning bola chaqalari, urug' tuqqanlarimi el jamoatning hamrohligida uylariga qaytishdi. Sharipami shu qatorda uni uyiga olib qo'ymoqchi bo'lgan do'stlarining orqasidan minibusga chiqdi. Minibus qari qaplagan yo'lning ikki qasniqidagi qator imoratlar va yalang'ochlanib bo'lgan dal-daraxtlarni orqada qoldirib, cho'mili-o'miligandek pastga ketib boradi. Sharipa minibusning aynikidan sirtqa qaradi. Tanapdek so'zilib yotgan yo'l mashinaning ostida udulliq g'oyib bo'ladi. Oq qor ushqunlari bemalol to'kilmoqda edi. Lekin Sharipaning mashina sirtidagi bu yo'riq dunyoni ko'rarga ko'zi yo'q edi. Shu tapda Sharipaning kallasida opisining 7 kun ilgarigi siymosidan o'zga hech nima yo'q edi. 7 kundan beri marhumaning kulimsirab turadigan tatrang'u chehri Sharipaning ko'z oldidan birdammi neri bo'lmadi. Sharipani uydagilar gohida sho'rtumshuq, vatildaq degandek laqamlari bilan ataydi. Demisimi, uning mijozi chus, gep to'la edi. Lekin apsi qazo qilgan 7 kundan beri uning demi ichiga tushib ketdi. Turib ixtiyorsiz beshini chayqab qo'yadi. Apsining o'lib ketganiga uning hech ishongisi kelmaydi. Chunki u apsi jon uzishdan ilgari uning bilan didorlashib, apsidan biror ig'iz rozilik so'ray olmagan edi. 7 kun burunqi ashu unutilg'isiz daqiqalar helidan heliga uning ko'z oldiga kelib oladi. 7 kun ilgari Sharipa atiganda ishxonasiga kirib, so'mkasini qo'ydi-da, odati bo'yicha telefonni qo'liga oldi. Qarshi tarafdan Sharipa abadiy anglab qonmaydigan heliqi tonish ovoz keldi. Idorangga berib bo'ldingmi, qizim? Ha, nima qilyapsan, opa? Nima qiladi deysan? Boyatin uy yig'ishtirdim, endi ko'ktat akraymikin deb turgan. Nima? Yana uy tozaldingmi? So'nga degan-g'u, opa. Shanba ocham ikkimiz tozalaydiq emasmi? Dedi Sharipa opsidan ranjib. Hay qizim, sizlarningmi chechinlardan to'la ishinglar tursa, Xudoning qutlug' kuni erib hech holinglar qolmaydi. Dedi opa ig'ir tortib. Shunga har qitim sizlarni uyga qaytib kelganda mehmondorchilikqa borgandek kirib kelsgan deyman, jinim bolam. Dunyoda sendekmi bag'ri yumshoq ulug' opa bormidi, opa? Dedi opsining gaplaridan vujudi yaproqdek titrab ketgan Sharipa. Mushundoq gaplaringni ming anglasam qanmayman, jinim qizim, dedi opa. Ashu chuchuk so'zlaring yurak bag'rimni yashartidi. Aras, ata akanglar keladigan bo'ldi. Kelalamsan? Uyda mantikavisining biri turdi. Men chiqib yangi go'shtdan akiraman. Ata toza o'xshitib manti etay. Nima? Kov manti etamsan? Dedi xo'shliqida sakrib etishga tasli qolgan Sharipa. Jip yaxshi bo'ldi. Sen etgan kov mantisini yemigili uzoq bo'pti ekan. Chuqum keljimi? Sizlarga deydigan gapim bor, qizim. Ma'qul, opa. Xudo buyursa boraman. Sharipa opsi bilan xo'shlashib, telefonni qo'ydi. Tushdan keyin soat 2 dan sal o'tganda Sharipaning ochisi Zuhra uningga: "Opam tuyuqsiz bolni setib qoldi.
doktorlar ötü taş barken operatsiya qilamiz deb akirib ketdi deb telefon qildi. Nima? Opamni bolasi yetib qoldi dedingmi? Dedi quloqlariga ishonmagan Sharifa. Atdigan men telefon qilganda sop-soq edi-ku. Zuhraning gaplarini anglab, beshi vingmada bir qarab ketgan Sharifa go'yo pichoq tuqqandek zing'ildab og'rigan ko'kragini ixtiyorsiz siladi. U tuplayotgan hujjatlarni alman-talman yig'ishtirib, so'mkasini oldida tala qarab o'zini otdi. Sharifa doktorxonaga yetib kelganda uydagi hammaylar operatsiya bo'limining koridorida sukut ichida turadi. Ularning orasida otasi Sulaymon bor edi. Sulaymon chochlariga oq sanchilgan 65 yoshlardagi kishi edi. Sulaymon lamjim demay tamkin turg'ini bilan ko'zlaridan taqatsizlik ichida titildab ketayotganligi bilinib turadi. Sulaymonning bir yenida akisi Po'lat turadi. Yana bir yenida ich og'riqi chiroyiga chiqib ketgan Zuhra ko'zlarini yerim yumg'anicha tomga yo'linib turadi. Sharifa doktorxonaga yetib kelganda uning opsini operatsiyaga akirib ketganiga yarim soatdan oshgan edi. Balalar opsining hozirgacha revmatizm qo'zg'alib putum og'rib ketyotidi deb ancha-muncha vaysab qo'yganidan boshqa biror qitimmi og'rib yetib qolganini bilmaydi. Ularning nazarida opsi nihoyatda sog'lom mazlum edi. Shunga opsining tuyuqsizla operatsiya ustiliga chiqib qolganligini anglagan balalar qo'rqib jon imoni chiqib ketdi. Qo'rqib ketgan Sharifa uydagilar bilan salomlashishga ulgurmay alman-talman so'radi. Opamga nima bo'ldi? Operatsiyaga akirib ketgili qanchalik bo'ldi? Hozirgacha biror xabar yo'qmi? Operatsiya tugay dedimi? Oxir kelding singlim, dedi Sharifani ko'rib, ko'ngli sal-pal joyiga tushgan Zuhra. U ittik berib Sharifaning mo'rlarini qamollab tutdi-da, beshini uning mo'rsiga qo'yib, o'ksib yig'lab ketdi. Yig'lama, nimaga yig'laysan? dedi Sharifa ochisining chochlarini bo'shqini silab turib. Aytqina, opam qandoqlarcha bolnisga kirib qoldi. Zuhra Sharifadan 2 yosh cho'ng bo'lsa-mu, lekin jug'i kichik bo'lg'ashqa qaramoqqa Sharifaning singlisidek ko'rinadi. Zuhra bo'lgan ishni Sharifaga tafsili so'zlab berdi. Tushda opam o'qishda polo etib ekan. Hammaylar talashib degidek yeyishdik. Uni ko'rib opamni ozroq yegan edi, lekin hayal o'tmay oshqoznim og'rib ketyotdi deb bo'lolmayli qoldi. Chip-chip tarlab ketdi. O'tida toshbarlar mayliq tomoq yesa oshqozon bek og'riydi deb anglagan edim. Shunga opamni darhol doktorxonaga akilib tekshirdim. Doktorlar tekshirib ko'ribla, o'tdiki tosh bek yo'g'inab ketibdi. Darhol operatsiya qilmasa xatarlik deb akirib ketdi. Uydagilardan birari imzo qo'ymasdan akirib ketdimi? deb so'radi Sharifa jiddiy tarzda. Yo'qay, kasalning oilasidagilarga imzo qo'ydirmaylar. Operatsiya qilishga 5-10 mi ularning, dedi Zuhra. Doktorlar imzo qo'yinglar deb oldirtib edi. Men ularga otamdan boshqamiz imzo qo'ysak bo'lmaydi deb tushuntirdim. Voy, azmay gapning poskallasini degina, dedi ichi titildab ketayotgan Sharifa ochisining gapini uzibla. Oxiri zodi kim imzo qo'ydi? Otam. Singlisining qo'polligi sal ko'ngliga kelgan Zuhra uning ko'ziga lappada tikilib qo'yib, boshqa gap qilmay udul berib tam tövdagi o'rindiqqa o'ltirdi. Sharifa ochisiga qo'pollik qilib qo'yganligini sezib, Zuhraning orqasidan berib, uning yanida o'ltirdi va ixtiyorsizla otasi bilan akasiga qaradi. U ikkilanning ko'zimi uningda edi. Apla, dedi Sharifa ichida. Ocham bilan bo'lib ketib, otam bilan akamga salom qilmabdiman. Mavi qalmonliqimni qaramamdigan.
Şeripe ornadan dest turup, atısı bilen aksının yeniğe bardı. Bu töteylen operasiya bölümünün aldıda şu tariqada naq 4 saat turdu. Angacha doktorlar Şeripe'nin apısıdan keyin akirip ketken 2 bimarның operasiyasını tügütüp açık boldu. Şeripe'nin apısının operasiyası nemişki tügümeydigandı. Qattiq endişege düşken bu töteylen taqatsizlik içinde tipirlap ketip atatdı. Taqdi taq bolgan Şeripe operasiya bölümüge kirip, zadi nemi iş bolganligini bilip bakmakçı boldu. Lekin işik içidin taqaqliq edi. Bir hazadan keyin bir sestra operasiya bölümünün işikini qiya içip bu töteylenge qaradı. Bunu görgen Şeripe işik aldığı yügürüp berip aldırap soradı. "Han kız, apamның operasiyası tügeydemdi?" Lekin sestra gapmi qilmay ishikni güppidi yaptı. "Oy, ajab ishqi bu", dedi aksi Polat jiddiyleşip. "Nemishqa hozirgacha tugmaydigandu? Öt operasiyasi degan anchagina bir ish tursa." "Shu emasmi? Ajab ansirab ketyapman", dedi Şeripe. "Bo'lmadi. Men kirib so'rab baqay." O operasiya bölümünün ishki tarafga aldırap minib edi, atısı onu tavladı. "Gapni chiroyli qilgin", dedi Şeripe'ge tapılap. "Janjallashib qolguchi bolma." "Xotirjam bol ata." Şeripe operasiya bölümünün ishki aldığı berip, bosuğudaki muhafizatchiga bir nimalarni devidi, o kirib ketip bir necha minutdan keyin o'ng suli o'shgan bir sestra chiqdi. O dal baya ishikni qiya içip qarab qo'yibla kirib ketgan heliqi sestra edi. O Şeripe'ge bir nimalarni degach, onunga yondashib Sulayman bilan Polatning yeniga keldi. "Voy qizim, nima bo'lg'ini bu?" deb so'radi Sulayman. "5 saat bo'ldi, ajab tugmay ketdi-ku bu operasiya." "Ansirmanglar", dedi sestra. "Az qoldi, chataq chiqmaydi, qo'rqmanglar." O gapini tugitib, orqaga burilibla mengishqa tamshilib edi. Şeripe uning belikidan kappida tutib oldi. "Nega bormoqchisiz?" "Nima? Operasiya bölümüge?" dedi sestra qapoqlarini suzib turib. "Operasiya bölümüge? Mushumu doktorxonami?" dedi Şeripe g'azabdan titrab turib. "Kichikkina o't operasiyasini 5 soatdimi tugatolmaydigan qandoq doktorsizlar? Zoda nima ish bo'ldi? Gapning rostini ayting." Şeripe'ning alpozidan qo'rqib ketgan sestra belikini uning qo'lidan tasta ajirtib, operasiya bölümüge yugurib kirib ketdi. Şeripe uning orqasidan qo'g'lamoqchi bo'lib edi, atisi bilan aksi uni tutib oldi. "Sal ta'xir qilayli", dedi Zöhra tamkinlik bilan. "Bu sestraning qo'lidan nima keladi? Doktorlar o'ylamagan yerdan biror texniklik masalaga yo'liqib qolgandi balkim. Bu bechora sestrani to'liq tanqislikda qoldirma." Bu gaplarni anglagan Şeripe ochisiga bir nim demoqchi bo'lib, og'zini o'malladi-yu, ko'zlarini onunga tikkinicha lam-jim demay turib qoldi. Aradan 10 necha minut o'tgandan keyin operasiya bölümünün ishiki qiya echildi. Heliqi sestra ishikning yo'chqidan beshini chiqarib, ularga bosh ishorasi qildi. O töteylen operasiya bölümünün ishikiga etilib bordi, lekin heliqi sestra ularni bosuğuda to'sib turib, bo'sh ovozda: "Bemorning ahvoli tasodifiy o'zgarib qoldi. Hozir jiddiy qusquzyapmiz. Kirsanglar bo'ladi." "Nima? Nima dedingiz?" Şeripe tuyuqsiz farqirab etdi. "O'zinglarni besib elinglar, gap qilmanglar", dedi sestra ularga tapılab. Ata bala töteylen aldını to'sib turgan sestrani ittirib etib, operasiya bölümüge
etilipli kirdi-de, ahvalını görüp aң-taң kelişdi. Şeripe'nin apısı operasiya karbitada közleri yumulgan peti jimjit yatatdı. Doktor, sestralar karavatının çöyrüsüde paypetek bolup ketişken edi. Bir doktora ihtimal sün'i nefeslendirip atkan bolsa kerek, onun kökrekini küçep besip atatdı. Doktor siyak yeni bir aylan karavatının yenideki allaqandaq bir aparatni bir nimeler qilib atatdı. Sestralar xuddi babkarning mo'kisidek u yoqdan bu yoqqa yugurishib yurib, daaka, shpris degandek narsalarni yig'ishtirib atatdi. Ishqilib, ularni bemorni jiddiy qutqizib yetibdi deyishkimi, operatsiyani tugitib, laqi-luqisini yig'ishtirib yetibdi deyishkimi bo'ladi. Ata bala töteylen karavatning aldıga keldi-de, nemi diyerini bilmey kaldı. Apa, cinim apa, nemi bolgan sen? Közüňni aşkına. Şeripe yığlamsırap turup varqaraydı. Atısı ünüňni çıkarma degen mänide Şeripe'ni nokup koydu. Däl şu çağda bemarni sün'i nefeslendirip atkan ehliki doktorunun kolları lassıdı düşüp ketdi. Keçiriň, dedi o Sulaymanga qarap. Bar amalını qılıp baktık, lekin qutquza almadık. Bu onun bemar ölüp ketdi degen edi. Lekin bundaq bularni xiyalygymı keltirip bakmagan bu töteylen bolsa, doktorunun nim demekçi ekenligini dämallyqqa aňqyralmay onunğa taňly qaraşdy. Özüge mıhtek tikilgen tötçüp gözünü görüp, nemişgudur yüzleri çoğunu yaqqandak qızıp, yüreki goya qepedin çaçırap çıqıdığandek düpüldep ketip atkan doktorunun alqallarıdın ter tepçireşke başladı. Kızık iş. Başka adamlarının çeksidin tepçiraydigan ter bu kişinin alqınıdın sırgıydı ekeni. Bu adette öz tuygusunu yoşuruşqa usta kişilerinin belgesi edi. Doktor özüge tikilip turgan bu töteylennin başka gep qılmaqallıqını görüp, ularının yavaş mömüllerden ikerlikini jazım qıldı. Bemarning yoşuron yürek kesili barışken toq, operasiya jaryanada qozgulup qaldı, dedi helaqı doktoru düşendirip. Qolumizdan keladiganligi amal çağrını qılıp baktık, lekin qutquzup qalalmadık. Doktorunun ahirki sözlerini anlagan bu töteylen kulaklarga işenmey, goya qaqqan qozuqdek turupda qaldı. Çünkü ular doktorunun baya zadi nemi demekçi ekenligini endi düşengen edi. Bir neçe sekundluk sükunatdan keyin operasiya bölümünü tuyuqsızla yığı sarı kapladı. Ätisi meyit yerlikede koyuldu. Apa balalarını taşlap ketip kaldı. Ularga tügümez judalık azabını kaldırıp özü mängülük uykuga ketdi. Yaman yeri sapsak durgan adamның hiçbir sebepsizla ölüp ketişi ularның yürek bağrını çidigisiz örteydi. Şu emesmi? Ömrede birer qitimmi yürek kesili qozgulup bakmagan adam nemi üçün tuyuqsizla yürek kesili bilen ölüp ketidi? Doktorlar nemi üçün qutquzalmaydı? Balalarını azaplap atqını däl muşu sir edi. Balaları apsını yerlikede koyup, 3. günden başlap bu işning derekini qilishga kirishdi. Aldı bilen eliki doktorxanaga berip, operasiyada pişak tutkan doktordan işning ujur-bujurni sorap baktı. Lekin doktor allaqandaq kasbi gaplar bilen işning baş ayıgını su kirmez qilib düşendirdi. Uları şu günü operasiyaga qatnaşqan sestralardan ahval uqup beqib edi, ularmı işni naayt o'rinliq gaplar bilen ağzı-ağzıga tegmey düşendirip ketdi. Balalar ahir doktorxana başliqining yeniga kirdi.
Doktorxana başlığı ularni adab bilen kütüp algandan keyin yürek kan tomiri kasalliklarga dair ayığı çıkmaz ilmiy gaplar bilen ularni eg'iz açqızmadı. Şunda qilib balalar doktorlarning hodisining sababkori biz emas deganiga ishonib qoldi. Lekin ular endi bo'ldi qilayli deb turishiga Sulaymonga natunish biraylarni telefon berib, ayolingizda hech qanday yurak kesili yo'q ekan-to'q, u faqat davolash hodisi sababidan qazo qilib ketdi degan gaplarni qildi. Sulaymon uning kimligini so'rab olguncha u telefonni qo'yib etdi. Shunda qilib Sulaymonning oilasidagilar doktorxona bilan davolashga yana kirishdi. Ammo bu tuxumni tashqi urgandekli bir ishda. Shunlashqimi doktorxona hech bir yumshaydigandek emas edi. Sharipa uyga keldik, tushaylik. Arkada o'ltirgan biraylarning so'zi Sharipaning uzoqqa so'zilgan xiyol yeplarini uzdi. Ular mashinadan tushdi. Sharipaning do'stlari uni qo'ltiqlab degidek 7 kundan buyon oyoq besib boqmagan uyiga akirdi. Sheraga qandkezak, poshkal, meva-chevalari tizib etilgan edi. Sharipa eshikdan kiribla uningdan baldur kelib tayyorlik qilib turgan do'stlarining bo'yniga esilib, ho'ngrab yig'lab ketdi. İkinci bölüm. Apsi qazo qilgan kuni Zöhramo ich og'riqida hushidan ketib yiqilgancha doktorxonada yetib kelib, apsining nazirsiga qatnasha olmadi. Zöhra kasal karvatida ikki ko'zini to'g'risidan uzmay tinsiz yotatdi. Uning to'g'risqa midir-sidir qilmay tikilib turgan bir jup nursiz qarchuqi va ayni chang to'zon besib ketgan aynak sharg'ala o'xshab qolgan edi. Apsi qazo qilgandan keyin u uydagi boshqalarga qaraganda necha hassa ig'ir azobga qoldi. Lekin u yuragini chidog'isiz o'rtayotgan ashu azoblarni Xudodan o'zga hech kimga aytolmaydi. U ichidagi olamcha hasrat pig'onlarini bo'sh talmag'ashqa yurak bag'ri shamda kuyib erib ketib Shu kunki ishlarni o'ylasla, Zöhra cheksiz pushaymon ichida o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoladi. Shu kuni Zöhraning opsi tuyuqsizla oshqoznim og'rib ketdi deb voysig'ili turdi. Zöhra uni doktorxonaga opiray deb edi, u unimidi. U Zöhraga o'tgandami bir qitim mushundoq og'riganda otang bergan bir xil dorini yeb birdamdila o'nglanib qolgan edim. Hozir otangga telefon berib, ashu dorini nega qo'yganligini so'rab boqqina degan edi. Lekin ko'ngli sal dakki-dukkiga tushib qolgan Zöhra otasiga telefonda opsining og'rib qolganligini deb qo'yg'ach, taksidan birini chaqirib, opsini unimig'iniga qaramay doktorxonaga borgan edi. Ular doktorxona darvozasiga kelganda og'riq sal-pal qo'yib berganda qilib edi. Zöhraning opsi "Balam, og'riq bayqidan xilil qo'yib berdi. Bo'ldi, qaytib ketayli" deb turib oldi. Lekin Zöhra, "Opamni baribir avar qilib akaptiman, shunga obdan bir tekshirtib boqay" deb o'ylab, opsini zo'rlab degidek doktorxonaga akirgan edi. Lekin doktorxonaga minib kirgan odamni doktorlar hapala-shapala karvatga yotqizib, operatsiyaga akirib ketdi. Opamning jiniga men zomin bo'ldim. Hey, mening bu johilligimsa, sap-saq turgan odamni bu falokat bosgan doktorxonaga zo'rlab akelmagan bo'lsamchi. Sit.
Zöhre özüge toxtavsız pichirlaydı. Uydakilar opamning doktorxonaga men bilan kelganligini biladi, lekin uni zo'rlab akelganligimni hargiz uqmaydi. Navati ular uqib qolsa, terimni ta'tir so'yib etishdan yanmaydi. Hey, ular uqib qolmasa bo'ladi. Uyey, bilgandekli udul tepib keptimiz. 27-karvat mushu uyda ekan. Ana, Zöhre barken. Zöhre yengesi Gülyarning to'nish ovozini angladi. U bu tompa yengesini ancha yoqtirib ketmasimi, lekin akasining yuz obro'yi uchun uni hurmat qiladi. Zöhre yotgan o'rnidan turib eshik tarafga qaradi. Angacha yengesi yana bir ayolni agashtirib kirib keldi. Zöhrening yengesi bilan kirib kelgan Amina ismli 35-36 yoshlardagi bu ayol yengesining do'sti edi. Amina 2 yil ilgari erdan ajrashib ketgan hamda bolalarini eri aketgan bo'lg'ashqa uyida tikandak yolg'iz edi. Uning ustiga yaqinda Zöhre uni ish o'rnidan qoldirib etilgachga uyida bekor qoptidak deb anglagan edi. Bu uchaylan tog'dan bog'dan birdan paranglashgandan keyin tuyuqsizla jimib qolishdi. Zöhre kichik chog'lardan tartibla kitobxumar qiz edi. Oliy maktabni bitirgandan keyin bir idoraga tarjimonlikqa o'rinlashdi. Lekin uning jahondorchilikning epi-jipini degandek bilib ketmaydigan bu yangisi taqvodor oiladan qizi bo'lg'ashqa 10 yoshidan boshlabla Qur'on savodini chiqarib olgan. 5 vaqt namozni qazo qilmaydigan ayol edi. Zöhrening akasi o'z vaqtida yangisining chiroyiga ko'ygan edi. O chaqda bu chiroyli qiz Zöhrening akasi ishlaydigan nashriyotning udulidagi kirxonada ishlaydi. Zöhrening akasi har qitim yuydirdiganga kir elib bargan chaqlarda bu pari sifat qizning chekiridan ko'zni uzalmay uningga uzoqdan uzoq qarab ketadi. Oxiri hem maaşlıq, hem aile ahvalımı tötnün kayna bolsa, tötnün aldıda turduğan bu ziyali jigit aran toluq otturni püttürgen, kırxanada mədikarlıq qılıp, eyiği aran degende bir neç yüzüyen pul tapalaydıgan bu kızını əmrige iliş qararıqı kelgen edi. Şu çağda yigitnin ata-anası bu nikah işiga qoşulmagan edi. Lekin faqat Zöhrela akısının köңlini düşünüp, akısı tarafta turdi. Amaliyatda umu bu kızını akamның xil emas deb qaraydi. Şundaqdımı bundaq aşıqlıqqa sebep ketmeydiganligini obdan biladi. Demisimi aşıqlıqqa sebep boladigan eng muhim narsa faqat qiz balaning chiroy turqi xolos. Chunki yigitlarning nazarda qiz balaning chiroy turqi uning boyligi, bilimi deganlarning hammasini besib tushalaydi. Zöhrening aksi, "Ashu qizga o'ylanmasam to'y qilmayman" devatgan tursa, uning ota-onasi yana nemishqa yo'q deb turib oladigandu. Uning ustiga Zöhrening aksi uchoqlarda 32 yoshga kirib qolgan bo'lib, qeri yigitlardan sanaladi. Hatto uning singlisi Zöhremi 30 yoshlik qeri qizga aylanib qolgan edi. O'g'illariga, xotin, qizlariga loyiq chiqmay o'ltirib qolgan ota-ona odatda oz uchraydi. Shunga Zöhrening ota-onasining o'ltirsa qopsa o'ylaydigani bu ikki bolasining nikoh ishi edi. Zöhre buni ota-onasiga kurmin qitim deb baqdi. Zöhrening ota-onasi uni ham aqlliq, ham ota-onaning holiga yetadigan qizimiz deb biladi. Shung oxir uning gaplarini to'g'ri tepib, o'g'ilning nikoh ishiga qo'shilgan edi. Hashbashligicha 8 yil o'tib ketdi. Zöhrening akasining o'g'limi 5 yoshga kirib qoldi. Ayni chaqda Zöhre akasining bu nikoh ishini birinchi bo'lib to'g'ri topganligi uchunmi, akasi bilan yangisi uningga nihoyat amroq edi.
Bolupmu onun yengisi ikki eğiz gapning birida onunğa hashqalla aytib turadi. Lekin Zöhre her qancha qilsimi bu yangisini öz ko'rib ketelmegashga onunğa pisingada kulib qo'yadi. Ishqilib Zöhre bilan yangisi bir-biriga faqatla o'xshashmaydiganlardan edi. Chunki ularning gapi bir yerdan chiqmaydigan bo'lg'ashqa odatda echilib, yeyilib sirdisholmaydi. Zöhre acha, "Amsa biz qaytayli. Nimek ishtayingiz bo'lsa davering, men etib akilaman", dedi yangisi ardiki jimjitlikni buzib. Yangisi Zöhre'den top-to'g'ri 5 yosh kichik bo'lg'ashqa Zöhreni acha deb ataydi. Demisimi bizda kishilarning yosh farqi nasab, bo'g'in farqidan ustun turadigan bo'lg'ashqa qarshi taraf mayli qandoq tuqqan bo'lsin, yeshi cho'ng bo'lsa, uni aka yoki acha deb atash kerakda. Zöhre eg'iz ichib bo'lguncha Amina so'z oldi. "Menchu Turpanning turmaliga ustadanga turmal etishni 90dagi bir tuqqunimdan o'rganib olgan. At sizga turmal etib akilay, bo'lamdi?" Amina gapini tugitib, Zöhrega xuddi uningdan himmat kutgandek tikilib qarab ketdi. Zöhre Aminaning o'ziga tikilib turgan ko'zlariga qarab hayron qoldi. Bu ayol gerçi yengemning do'sti bo'lsa-mu, uning bilan asralashib baxmagan tursam, yana nemishqa menga buncha vala yaqinchilik qilib ketadigandu deb o'yladi Zöhre. Zöhre boya Amina eshikdan kirib kelganda, uni yangasiga hamroh bo'lib kelgan o'xshaydi deb o'ylagan edi. Lekin Aminaning o'ziga qilayotgan bu yaqinchiliklaridan biror maqsad muddaosi borligini sezgandakmi bo'ldi. Zöhre Aminaga yer tegidan sapsilib baktı. Odatda ancha yasnib ketmaydigan bu ayol bugun nemishqidir bo'lakchili edi. Qaraganda u Zöhreni yo'qlab kelish uchun atayin jabdungandek qiladi. Amina qulqiga oltindan soqilgan yo'g'on agma halqi selib olgan. Bo'yniga tom oltin zanjir esib olgan. Ikki qo'liga 5 dona oltin uzuk taqib olgan edi. Uchisidagi ustiga munchoq qo'yilgan ko'nglikimi Sanshxanzi bozoridagi qimmat pulliq mollardan edi. Zöhrening kallasidan ajoyib xiyollar kashkil turdi. Bu ayol nimaga kelgandi? Biror maqsadi bormidi yoki bo'lmasa xiyollari Zöhreni andishiga solg'ila turdi. Tuyuqsizla uning geliga bir narsa turib qolgandek demi siqilib, quloqlari g'umildashga boshladi. Zöhrening hatto gap qilishqimi majoli qolmagandek qiladi. Shundaqdimi u yangisining yuz obro'yi va mehmonning hurmati uchun ko'ngil g'ashliklarini zo'rg'a besib Aminaga qapqani ochdi. "Ko'nglingizga rahmat Amina. Sizmi aldirashtirsangiz, avar qilsam qandoq bo'ladi?" "Yey, nima deydigansiz? Hozircha hammadan bekorchisiman. Ishdan qoldim, yanimda bolam yo'q", dedi Amina pixildab kulib turib. Zöhre yangisiga zardi bilan tikildi. "Qiynon degan yanil qiynonda o'z opangdek bo'lamdi", deb o'ylaydi Zöhre. Opam rahmatlikning kirpikiga to'p qo'nmay turibla qilayotgan qiliqini qarmabdigan. "Uyda bekor ekanligingizni bilaman, Amina", dedi nima deb eg'iz ichishni bilolmay qilayotgan Zöhre turilib ketayotgan qapoqlarini zo'rg'a ichib. "Sizningmi ota-onangiz bor, ularga qaramasangiz bo'lmaydi. Siz texi yoshku, biror ishning peshini tutganingiz yaxshi." Zöhre birdan turib olgandan keyin ochiqida gapni cho'tla uzdi. "Amina, buningdan keyin bizning uyga boraman deb avar bo'lib yurmang." Zöhre gapini tugitib, Amina bilan yangisiga sap soldi. U ikkisining chiroyi tuyuqsizla o'ngib ketyotdi.
siz nemelerni dep ketdiniz Zöhre? dedi petidan tushmaslikka tirkishayotgan Amina. Men uyingdagi borman demidim-ku. Gülyar aradagi o'ng'aysiz kayfiyatni o'nglash niyatida ularning gapini bo'ldi. Zöhre acha, kasal azobida charchab qolgandek qilasiz. Ajab yo'qlan xiyollarni qildi ekansiz, a? Demisimi, opam qazo qilgandan keyin otam bechora uyda tikandek yolg'iz qoldi. Sizning o'z ishingiz o'zingizga yetib oshidi. Otamning oshtamaqini etadigan birari kerak-da. Opam rahmatlik hayot chog'dala uyga biror uy xizmatchisi turg'izayli deb loyiqida birarni topolmagan edik-ku. Bo'ldi qiling a Gülyar. Siz zodi nima demoqchi? Men texi uyda otamning hojatidan o'zim chiqa olayman. Bu Zöhraning tunji qitim yangasining gapini qo'pollik bilan yerib etishi edi. Zöhra yangasi bilan Aminaning maqsadini tushunib bo'ldi. Oningchi bo'lganda Amina bo'ytaq qolgan Sulaymonga tegib, Zöhraning opasining u uydagi o'rnini egallamoqchi edi. Gülyarning bu qiliqimi uchiga chiqqan yuzsizlik edi. Zöhraning nazarida otasi bilan opasi umrida san-pan deyishib baxmagan kuyimchan er-xotinlardan edi. Sulaymonning jamiyatda qaddini kerib yuralishi dal Zöhraning opasining vafodorlik va qobilligidan edi. Shunga hamma odam Zöhraning otasi bilan opasini xudo qo'shgan bir juftlar deyishadi. Zöhraning opasi bolalarining nazarida dunyoda tangdishi yo'q ayol edi. Yetimning og'zi oshqa yatsa, burni qanapti degandek, amdilatin 60 yoshlarga ulashgan bu jafokash opa tuyuqsizla qazo qilib ketdi. Bolalarning opasidan ayrilib qolganligiga ishongusimi kelmaydi. Shundoq tursa, Sulaymon xotinini bu yoqdan ko'mib qo'yib, u yoqdan apila-shapila o'ylanaman dermi? Balalar otasining unda qilishiga hargiz ishonmaydi. 65 yoshga kirib, bir puti go'rga sanqalagan ota to'p-to'g'ri 40 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan suyimlik ayolini boqiy olamga ustib qo'yibla, xotindan yana birini elib, hayotning payzini suraman desa, bola boqisidan vaqtsiz ayrilib, qora yerning qora qetig'i kirib yotgan marhuma uchun adolatsizlik bo'lmamdi. Navoda ota o'ylanamanla deb qolsa, marhuma xotinidan yosh qovul xotinlar samandek. Jahon degan shu ekan-ku. Er kishi degan-ku bir umr poypetak bo'lib o'tgan xotini o'lib ketsa, xotin degan jiqqu deydi. Hey palak. Navoda ota rostilla yana xotin elish ko'ydi bo'lsa, uning marhuma xotinining namizida öksib yig'lab ketishlarini qandoq tushanguli. Zöhra otasining undaq odamlardan emasligiga, uning xotini uchun to'kkan yoshlarining yuragidan urug'ib chiqqan vafodorlik yeshi ekanligiga shaksiz ishonadi. Gülyar bilan Amina ketgandan keyin Zöhra to'lg'unib zodli yotolmadi. Uning xiyol kaptiri heladan helaga to'xtamay parvoz qiladi. Necha 10 yildan buyon kulki sadolari ichida baxtlik o'tgan illiq oilamiz xuddi ko'z tekkandakla terib beran bo'lib ketarmi? Bizni yana qandoq qismatlar kutyotadigandir. Zöhra karavotdan tushdi-da, doktorning ishxonasiga ittik kirib ketdi. Chunki u darhol bolnesdan chiqib, otasining holidan o'z qo'li bilan xabar olmasa bo'lmaydi. Ikkinchi bo'lim tamom. Hurmatli qarindoshlar, bugun mush yergacha o'qiylik. Davamiga
diqqat bergeysizler. Hayır hoş. Hayır hoş. Aman bolaylı. Sel turup gün olturgan vaqtdagi güzel manzirlardan hozirыңlarga sunaman.